Assalamu alaikum aziz qarindoshlarimiz. Assalamu alaikum dunyoning har yerda anglayotgan, ko'rayotgan azizlar hammalarga Shvetsiya Stokgolmdan, Sergeltoriyatdan, Uyg'ur jamoatchiligidan salomlar bo'lsin. Bugun 2022-yili 1-oyning 22-kuni shanba biz Sergeltoriyatga jamoatchilik yig'ilib o'zimizningki Xitoy olimpiyaga qarshi turadigan kuchli irodamizni bildirmoqchi bo'lib bu yerga namoyishga yig'ilib turibmiz. Kapagan barliq qarindoshlarimizga ko'p rahmat, hammalarga salomlar bo'lsin. Teşekkürler aytaman. Bu yerda Shvetsiya parlamentiga, Shvetsiyadagi xalqqa, ya'ni olimpiya qatnashmoqchi bo'lgan tanargachilarga yozilgan bir parcha murojaatnoma bor. Buni shvedcha yozdim, o'qib o'tmoqchiman. Hammanglar bahramand olsanglar. Hammamizdan xabar bo'lgandek, Shvetsiya parlamenti COVID-19 sababli diplomatik adamlarni evatmaydiganga kelishibdi. Ama bu haqiqiy diplomatik boykot qilish emas, boykotlash emas. Biz shuni talab qilgan diplomatik boykot qilsa texmi obdan bo'ladi. Ya'ni Amerika, Kanada, Avstraliya, Britaniya qatorliq davlatlarningki olimpikni diplomatik boykotlash qaroriga o'xshash bir qaror ilinsa degan cho'ng umidda ana yana tanargachilarning qonliq olimpik medalini elishga bormasligini tavsiya qilib biz oxirgi minutgacha mishada o'zimizning kuchli irodamizni ko'z tutishga keldik. Anglab baxsanglar. Hej på er, kära folket, Sveriges folket, ära parlamentörer, ära ministrar. Den inväntade vinterolympic närmar sig i stormsteg. Den 4 februari 2022 invigs vinterolympic i Beijing. Det här samtidigt som den kinesiska regimen blir alltmer auktoritär mot sin egen befolkning som uigurer, tibeter, mongolier och hongkongborna. Också allt mer aggressiv mot omvärlden. Miljontals uiguriska författare, gruppledare, bästa företagsägare, artister, även idrottare kidnappades, torterades av Kinas polis och av myndigheterna och försvann i tystnaden i mörkret. Bojkotta, bojkotta Beijing 2022! Bojkotta Beijing 2022! No rights, no game! No rights, no games! No rights, no game! No rights, no games! Stop genocide in Uzbekistan! Stop genocide in Uzbekistan! Stop genocide in Uzbekistan! Stop genocide in Uzbekistan! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Mongolia! Free Mongolia! Free Mongolia! Free Mongolia! Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! Kina fascist! Kina fascist! Kina fascist! Kina fascist! Sverige agera! Sverige agera! Sverige agera! Sverige agera! Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta Beijing! Bojkotta Beijing! Bojkotta Beijing! Bojkotta Beijing! No rights, no game! No rights, no games! No rights, no game! No rights, no games! Stop the genocide in Uzbekistan! Stop genocide in Uzbekistan! Stop the genocide in Uzbekistan! Stop the genocide in Uzbekistan! Stop the Olympics in China! 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 Free the Uyghurs! Free the Uyghurs! Free Uyghurs! Free Uyghurs! We want freedom! We want freedom! Boykotta Kina! Bojkotta Kina! We want freedom! We want freedom! Boykotla Kina! Bojkotta Kina! Boykotla Beijing 2022! Bojkotta Beijing
games. No rights, no 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 games. Stop genocide, yes, Turkestan. Stop genocide, yes, Turkestan. Stop genocide, yes, Turkestan. Stop genocide, yes, Turkestan. Free 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 Uyghur. Free Uyghur. Free Uyghur. Free will have free hands. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. China fascist. China fascist. China fascist. China fascist. Sverige agerar. Sverige agerar. Sverige agerar. Sverige agerar. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarimiz. Bugungi namoyishimiz Mishada g'albilik oxirlashdi. Kapagan qarindoshlarga rahmat. Havo shunchalik sovuq, ammo bizningki jamoatchilikning irodasi shunchalik kuchli. Hatto bolalarimizni Babiyada atrofimizda yoshlarimiz pedagog ruhini texmi joriy qildi. Kapagan aka inilarga, hadi singillarga, aziz qarindoshlarimiz hammalariga ko'p tashakkur, rahmat. Bu bizning qilayotgan ishlarimiz izchil davomlashsa, tarix betida qoladi. Millatimizga bir yorug'lik ekilish uchun hammamiz bar imkoniyatda tirishaylik. Masalan, Fransiyadagi g'alabani biz ko'rdik. Mana Dilnur Rayhan xonim va boshqa barliq pedagoglarga ko'p rahmat deymiz. Ya'ni bizning barliq rahbarlarimizga, jon kuyar pedagoglarga, bo'libmi lager shahidlariga, dunyoning har yerda millatimizning hurligi uchun pedagog bo'layotgan, oqsab qo'llayotgan barliq azamatlarimizga samimiy salom, tashakkurlar bo'lsin. Har doim yo'llarimiz ochiq bo'lsin. Xalqimiz haqiqiy hurlikka erishsin. Yaqinda biz Shvetsiyadami parlamentda yaxshi qarorning chiqishiga biz hammamiz izchil tirishaylik qarindoshlarim. Rahmat hammalarga.